الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mehribon va go'zal Robbimiz Alloh azza va jallaga beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga durud va tahiyyat, salovat, salomlarimiz bo'lsin. Suhbatlarimizda davom etar ekanmiz. Bugun Unvonul Bayon Bustanul Azhon asaridan 6-darsimiz. Alloh subhanahu va taolo Ankabut surasining 69-oyatida bizni yo'limizda jiddu jahd etgan zotlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat qilurmiz. Mana o'tgangi suhbatimizda shoshqaloqlik, muloyimlik, halimlik ular haqida suhbat qurgan edik. Mana endigi suhbatimizda dunyo haqida suhbatlashamiz. Wala tansa nasibaka minad dunya deydi. Dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin deydi. Demak, musulmon odam harakat qilish kerakmi? Harakat qilish kerak. Musulmon odam uyini bir chiroyli andoza bo'ladigan, bir musulmon bir birodar ko'radigan bo'lsa, chiroylikkina bir toza ozoda holatda qilish kerakmi? Qilish kerak. Uyda, oilada sharoit qilib berish kerakmi? Misol uchun tahoratigami, g'usligami, hammomi, tualeti, boshqasi hammasini chiroyli holatda qilish kerakmi? Musulmon odam qilish kerak. An-nazafatu minal iymon dedimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Tozalik, poklik iymondan dedimi? Musulmon odam mana shuni harakatini qilishlik kerak bo'ladi. Dunyoning bir tomonni o'nglashi boshqa tomonni buzish bilan bo'ladi. Hayoti dunyoda yaxshi amal qilsa, yaxshi harakat qilsa, tinimsiz mehnat qiladigan bo'lsa, lekin bir tarafdan bir narsalarni boy beradi. Bir tarafdan umrini boy beradi, bir tarafdan o'sha kuch-quvvatini boy beradi. Bir tarafda boy berishni evaziga dunyo bir tarafini go'zal qilib beradi. Dunyo shunday narsaki, insonga bir quvonchni ham beradi, kerak bo'lsa uni qaytarib ham oladi. Aytaylik, maktabda bolalar hammasi bir xil maqomda bo'ladi. Lekin katta bo'lgandan keyin kimnidir omadi kulib, kimgadir baxt xush qo'nib, kimnidir omadi chopib ketadi, rosa zo'r bo'lib ketadi. Kimdir orqaga qolib ketadi. Yoki bo'lmasa kimdir rosa zo'r bo'ladi, Alloh taolo beradi, oxirida qaytarib oladi. Mana o'shaning uchun ham dunyo kimnidir kuldirsa, kimnidir yig'latadi. Dunyo ichida bo'lish xatar. Dunyoga mashg'ul bo'lib ketishlik, dunyo ichida qolishlik bu xatar. Unga ishonish aldanishdir. Agar dunyo, misol uchun, dunyosiga ishonib qoladigan bo'lsa, bu dunyo o'tkinchi ekanligini agar biz unutib qo'yadigan bo'lsak, dunyoga mukkamizdan ketib, dunyoda yashab qolay deydigan bo'lsak, ana bu aldanishlik hisoblanar ekan. Kishi o'z lazzatlaridan bir tarafini to'la qilguncha boshqa tarafdan unga chalalik yetishadi. Bir imorat qurishligimiz kerak, bir o'zimiz uchun chiroyli bir maskan qilishligimiz kerak. Ana endi maskanni joyda oldingiz, fundamentni qo'ydingiz, bir chiroyli qilib uyni qildingiz, uyda ham kami tugamaydi. Hovli qildingiz, boshqa qildingiz, uyga kirdingiz, ana endi kam chiqaveradi-da. Bir lazzatni topdingiz, lekin o'sha maskanda turib bir lazzatni topib, o'sha yerda so'lim bir joy qilib o'zingiz uchun sharoit qildingiz, lekin lazzatni ketidan yana bir narsalari chiqaveradi. Uyda misol uchun stashka qilish kerak yoki bo'lmasa plita qilish kerak, bruschatka qilish kerak. Hozir endi mana yil o'tgan sari endi remont, yevro remonti bor, travertin deysizmi, atachenta deysizmi, boshqa deysizmi, bu chiqyaptimi? Demak, muqim lazzatni topib bo'lmas ekan dunyoda. Ya'ni chiqaveradi. Bir mashina oldingiz, mashinaga qancha sarflaysiz? Chiqsangiz yana yaxshi bo'laveradi. Misol uchun $10,000 ga bitta mashina olsangiz, ana uni ichiga bir bezak bersangiz, navrot qilsangiz, boshqa hozir $20,000 kirgizib yuboradi. Misol uchun o'zi asli $10,000 mashinaga. Demoqchi bo'lganimiz, dunyoda bir lazzatga erishadigan bir narsani topsangiz, yana boshqa joydan kami chiqib turaveradi. Dunyo zahar qo'shilgan asalga o'xshaydi. Shuning uchun dunyo seni ichingga kirib qolmasin. Dunyoga erishgin, lekin dunyo seni ichingda, qalbingda mahv etib olmasin. Chunki dunyoda kema kabi bo'lginki,
kema o'sha misoli suv ustida suzib yuraveradi, lekin cho'kmaydi. Agar dunyo o'sha kemani ichiga kiradigan bo'lsa, qalbning ichiga kiradigan bo'lsa, dunyo u insonni tortib yuboradi. Dunyo g'am bilan qorilgan xursandchilikdir. Ichimizda kimimiz g'amimiz yo'q ekan. Insonlarni ko'rsangiz, ba'zi insonlar o'sha farzandini noqobulligi tufayli, farzandini bergan aziyatlari tufayli yoki bo'lmasa qanaqadir bir insonidan aziyat ko'rganligi tufayli, ayollar bo'lsa eridan zulm ko'rganligi, erkaklar bo'lsa ayolidan bir ulusni topmaganligi yoki bo'lmasa bir do'stini xiyonat qilib ketganligi yoki bo'lmasa bir ish boshlagan ishini orqasidan krizisga kirib ketib, o'zini misol uchun g'amga kirib ketganligi. Umuman bu hayotda, sinovli dunyoda bunaqa misollar to'lib yotibdi. Hammani hayotida ham bo'lgan. Yuz kulib turgani bilan, o'sha xursandchilikda yuz kulib turgani bilan, lekin qarasangiz o'sha ajinlar yoki o'sha holatlar bir g'amginlikni keltiradi. Dunyo shunaqa narsada. Dunyo xursandchilik kelsa ham, lekin g'am aralash keladi. G'ami turadi ichida bitta. Dunyoning gullab yashnashi seni aldab qo'ymasin. Ya'ni dunyo boqib kelishi sizu bizlarga bu, ya'ni oxiratda unutib qo'ymang dunyoni deb turib. Namoz vaqti kelib qoldi. Demak, namozni vaqtida ado qilib qo'yib, u dunyoni unutib qo'ymasdan aldanib qolmasligimizga buyurilyapmiz. Ziynatlari fitnaga solmasin. Dunyoning ziynati nima? Dunyoning ziynati ana o'sha sizu bizlarga yarqirab ko'rinayotgan narsa, pulmidi, mashinamidi, zebu ziynat, taqinchoqmi, boshqa narsami, uymi yoki bo'lmasa ayollarmi, umuman bularni hammasi agar sizni chalg'itib oxirat g'amini yeyishlikdan tortib oladigan bo'lsa, bu albatta fitnaga soladi. Chunki u ne'matlarni sug'urib oluvchi, odamlarni yeyuvchidir. Dunyo mana shunday. Agar dunyoga siz berilib ketsangiz, bir kun kelib o'sha ne'matlarni sug'urib oladi. Bu ne'matlar nima desa, oxiratdagi ulushingizda sug'urib oladi dunyo. Umringga qasamki, bu dunyo doimiy qo'nalg'a emas. Ya'ni bu hayoti dunyo sizni bizlarni doimiy yashab qoladigan joyimiz emas. Hammamiz ketamiz. Sizni bizgacha ketgan, bizdan ketamiz, bizdan keyingilar ham ketadi vazifasini bajarib. Hali Nuh alayhissalomdan so'ralingan-ku, Azroil alayhissalom jon oluvchi farishta kelganida, ey Allohning rasuli, bu hayoti dunyoni nima deb bildingiz deganida, mana hovlidan kirib, bitta hovli, mana eshikdan kirib, nari eshikdan chiqib ketganchalik hayoti dunyoni shunday deb bildim degan. Vaholanki Nuh alayhissalom 950 yil yashab turib hayoti dunyoni shunday degan. Endi biz nima deyishimiz kerak? 60-70 yil yashab turib. Bu muqim qo'nalg'amiz emas, balki aql yurituvchi kishi uchun ko'chib ketiladigan joydir. O'shaning uchun bu dunyo omonatligini his qilgan holatda qo'ni-qo'shnichilik odoblarida ham, oilada ham, do'st birodarchilik, ulfatchilikda ham hammasida bu dunyoni vaqtincha ekanligini bilsak, agar hayotda Alloh taoloning rozichiligiga erishishligimizga ko'p sabab bo'ladi. U bugun kuldirsa, ertaga yig'latadi. Bugun xursand bo'lishimiz mumkin, lekin ertaga o'sha ne'mat olib qo'yilishligi mumkin. Bugun yuz ochib kelsa, sizu bizlarga dunyo, ertaga orqa o'girib ketishi bor. Agar dunyo bir narsa bersa, bilginki uning kunlari aylanib turuvchidir. Ya'ni aytadi-yu, charxpalak, palakda gardish aylanib turadi deydi. Bugun suvda bo'lsangiz, ertaga quruqlikka chiqishingiz mumkin. Agar bugun quruqlikda zo'r maishatda zo'r yashayotgan bo'lsangiz, hayot dunyoga sho'ng'ib ketib, pul, mol dunyo oqib kelib turgan bo'lsa, yashashingiz zo'r bo'lsa, bir kasal bo'lmasangiz, bir aziyat yetmasa, bir musibat yetmasa, vaqtiki biling, bugun charpalay tepasida ekansiz, ertaga o'sha pastiga tushishingiz mumkin, suvning ichiga. Dunyo shunday narsa, berganini qaytarib oladi. Dunyo beradi, qaytib oladi. Ergashadi va bo'yin tovlaydi. Bir dunyo ergashadi sizga. Bir vaqt kelganda bo'yin tovlaydi. Shu harakat qilasiz, kelmaydi. Shu harakat qilasiz, ishingiz yurishmaydi. Shu harakat qilasiz, bir farog'atni topmaysiz. Dunyo johilni jilmayish bilan aldaydi. Ilmsiz odamni dunyo jilmayish bilan aldaydi va almoyi anjoyi tushlarni chiroyli qilib ko'rsatadi. Berganini qaytarib oladi va sen uning eshigini ochdim deganda u eshigini yopadi. Ne insonlar bor, endi farog'atga, endi rohatga erishdim deganda ketib qolganini bilmaydi.
Adiblardan biri shunday she'r aytadi: zamon bergan narsalarini doimo qaytarib oladi. Koshki uning saxiyligi, baxillik bo'lganda edi. Ana siz bizlarga zamon ko'p narsalarni beradi va shuni vaqti kelib qaytarib oladi. Aytayaptiki, koshkida endi shuni bergandan ko'ra bermagani yaxshi edi, qaytib olgandan ko'ra. Chunki nafsga bu yoqmaydi-da, insonning nafsiga haligi berib turgan narsasini, cho'ntagidagi narsasini olib qo'yishligini, tortib olib qo'yishligini nafs xohlamaydi. Shuning uchun aytayaptiki, qaniydi bermaganda edi, men yaxshiroq, rohat, farog'atda yashardim. Saodatmand kishilar dunyodan yuz o'giradi. Badbaxtlar esa unga rag'bat qiladi. Dunyoning lazzatlari oz, hasratlari esa uzundan uzundir. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Ilohiy pok Parvardigor, o'zingda ibodatlaringda qoyim bo'lib, dunyoyingga muhabbat qo'ymasdan, lekin dunyoda ham nasibamizni unutmagan holatda mo'tadil bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, xoyrul umur avsat deganlar. Umrlarda yaxshisi, ishlarni yaxshisi o'rta miyonasi. Ana shu o'rta ummat bo'lib, vasatiylikni ushlab, o'zingni rizoligingni topishligimizni va oxiratda ham, qiyomatda ham darajati ulkan, yuqori bo'luvchi ummatlar qatorida, bandalaring qatorida bo'lishligimizni barchalarimizga nasib bo'lmasin. Va ahirud da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.